azim shaharlar, oq saroylar qolmaslar. Qolsa so'zdan qizil til, jon javhardir tan bir kun. Hazar maqomli bulbul, ulug' bog'lar qolmaslar. Hazar maqomli bulbul, ulug' bog'lar qolmaslar. G'am chekma g'arib odam, beklar shohlar qolmaslar. O'chir munofiq! Beklar nomiga bundoq nomaqbul qo'shiq kuylashga senga kim izn berdi? Betofiq! Yalangoyoq! Yaramas! Taqsir, tuzukmisiz? Aloyiq! Meni eshitursizmi? Eshitib qo'yingiz. Kimda kim Amir hazratlari nomiga nomaqbul so'z aytsa, yordam bering. oliy jazoga tortiladir. Olingiz bularni. Haqdan yetishsa farmon, nechora bor ne darmon. Osmon, quyosh, oylar zon, ham yulduzlar qolmaslar. Betofiq nobakor. Amir Rahim bi hazratlariga tik qarashga senga kim izn berdi? Ha? To'xta. Nechun bu g'aribni himoya qilmoqdasiz? On hazratlari, siz qo'shiqning so'nggi satrlarini eshitib, noto'g'ri xulosa qildingiz. Bu qo'shiqda hech ham siz hazratlari sha'niga so'z aytilmagan. Siz qo'shiqning asl ma'nosiga diqqat etmadingiz chog'i. Bu oxir zamon haqidagi qo'shiqdir. Baxshibul qo'shiqni aytmoqdan gunohkor bo'lsa, uni yozgan shoir ikki hissa gunohkordir. Shu sababdan uning jazosini men tortmoqqa tayyorman.